Assalomu alaykum Minecrafterlar, sizlar bilan Ajikay. Bugungi videomizda naq 90 minut ichida full olmos bo'lib tez kuchayish sirlarini o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ikkovi ham tekin mazax ko'ringlar. Birinchi navbatda 4 dona daraxt chopib olasizlar. Daraxt chopib olganlaringizdan so'ng unga verstak, bitta verstak va 8 ta to'p yasasizlar. Va tezda tosh topib, yog'ochli kirka yasasizlar. Boshqa yog'ochli narsalarni yasashga urinmang. Va 3 ta dona tosh choping. Boshqa tosh kerak emas. 3 ta dona toshni chopganingizdan so'ng toshli kirka yasang. Va undan 23 ta tosh qazing. 23 ta toshni qaziganingizdan so'ng bitta tapor va 2 ta pechka yasang. Qolgani zaxiraga tursin. Va u atrofdagi ko'mirlarni ham kovlab oling. 20 tacha ko'mir ham bemalol yetadi. Endi verstakda olib yo'ldagi qo'ylarni o'ldiring, qanaqa rangli bo'lsa ham. Va undan so'ng daraxt chopmang. 14 ta daraxt yetarli bo'ladi. Inventaringizni tartibga keltirib yuring. Nastroyka orqali show koordinata va show displayni yoqib qo'ying. Bu koordinatalarni ko'rsatadi va bu qulaylik beradi. Va yana bir maslahat, hech qachon uy yoki baza qilib yurmang. Faqatgina aylanib yuring. Monsterlar bilan olishga harakat qilmang. Chunki ulardan foyda yo'q. Biror kichikroq g'or toping va uni og'zidagi temirlarni sekinlik bilan kovlab oling. Va bularni atrofini ham kovlash esingizdan chiqmasin, chunki atrofida ham bo'lishi mumkin. Xo'p, shunday qilib monsterlar bilan unchalik ham olishga harakat qilmang. Lekin bunaqa vaziyatlarda iloj qolmaydi. Va endi siz ovqatlaringizni eritib turguningizcha temir kovlab turasiz va g'orni chuquriga tushishga shoshilmang, chunki bizda hali ovqat yo'q va resurslar ham kam. Temirlaringizni eritib turing va siz ungacha tosh qazib turishingiz mumkin. Va temirlaringizni eritganingizdan so'ng birinchi navbatda qalqon va paqir yasang. Qalqon hamma narsadan himoya qiladi va paqir kerak bo'lganda, kerakli vaziyatlarda ancha ish beradi. Va yana temirlar eridi va unga siz kirka yasang. Kirka bemalol olmosni va boshqa resurslarni kavlay oladi. Shuning uchun kirka muhim. Iloji boricha monsterlar bilan olishmang. Creeperlardan ko'proq foydalaning, chunki ular asqotadi. Agar tashqariga chiqsangiz kech bo'lgan bo'lsa, tezda qayiq yasab suv sayohatlarini boshlang. Suv sayohatlari yerdan ko'ra ancha xavfsizroq bo'ladi tunda. Katta xolingiz videosini ko'rib o'tirgandek o'tiravermang. To'g'ri, video tekin, lekin like bosish va obuna bo'lish ham tekin. Shunday ekan, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Va mana bunaqa gullardan olib yuring. Agar juningiz har xil rangli bo'lsa va daraxt uchiga chiqing, chunki daraxtning uchida monsterlar paydo bo'lmaydi va chiqa olmaydi. Va u gullarni rangga bo'yang, rangli qiling va o'sha rangni har xil bo'lgan junlaringizga qiling. Va bu junlar bir xil bo'lgandan keyin kravat yasab olasiz. Kravat yasaganingizdan keyin tunda o'tkazib oling, uxlab oling. Va endi qishloq topish kerak. Chunki qishloqda somon bo'ladi. Somon esa ovqat degani. Lekin somon hamma qishloqda ham uchrayvermaydi. Faqatgina oddiy qishloq, savanna va cho'l qishloqlarda bo'ladi. Boshqa biomda qishloqlarda somon bo'lmaydi. Shuning uchun aynan o'sha qishloqlardan, biomlardan qishloq qidirishga harakat qiling. Va qishloq ko'pincha ochiq joylarda bo'ladi. Va yana bir maslahat, agar oshqoq ko'rib qolsangiz, yaqin atrofda qishloq bo'lishi mumkin, katta ehtimol bilan. Qishloqqa kelganingizdan so'ng birinchi navbatda ketmon yasang va
qishloqdagi hamma somonlarni olib chiqing. Nechta bo'lsa ham somonni ortiqchasi bo'lmaydi. Va go'lim bo'lsa, yerda go'limda vijvanani bosganingizda o'ldirsangiz foydali bo'ladi. Va endi ovqatim bor deb xursand bo'lmang, chunki sigirlarni ham o'ldirishingiz kerak, chunki undan teri tushadi. Teridan kuchaytirish stoli uchun kitoblar yasaysiz kuchaytirishga. Va bu kutubxonachini uyini ko'rib qolsanglar, undagi kitoblarni ham olinglar. Bu ham sehrlash stolini kuchaytirish uchun kerak. Va undan so'ng g'or topishga harakat qiling. Qishloqda qolmang umuman. Va g'or o'ta chuqur bo'lishi kerak, chunki siz full olmosga erishmoqchi bo'lsangiz, shunaqa chuqur g'orlar kerak. Masalan, mana shunaqa. Lekin g'orga tushishdan oldin ko'proq daraxt chopib olish kerak. O'ttiz ikkita daraxt yetib qoladi. Va g'orga tushishdan oldin albatta qilich yasab oling. Chunki qilich topordan ancha kuchliroq. Va aytganimdek, monstrlar bilan olishga harakat qilmasdan asosiy resursini g'orning ichiga, boyliklar olmosga qaratish kerak. Va agar siz creeper ko'rib qolsangiz, creeperdan qochmang. Aksincha undan foydalaning. Mana shunaqa qilib foydalanish mumkin undan. Va temirlarni ham oling, temirli asaha uchun. Va shuni aytishim kerakki, oltinni ham oling. Agar g'orga tushishga qo'rqayotgan bo'lsangiz, tungi ko'rish modini o'rnatib olishingiz kerak. Chunki tungi ko'rish modida hamma yoq yorug' bo'ladi va bu meni Telegram kanalimda bor. Va ovqat yesam ham e'tibor berishingiz mumkin, jonim tez to'layapti. Bu Java regeneratsiya. Bu mod ham meni Telegram kanalimda bor. Albatta Telegram kanal kommentariyada o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Agar shunaqa ikkita iskelet sizni yaqinlashtirmayotgan bo'lsa, prosta oldingizga blok qo'ying. Ular o'zi kelishini kuting va shunaqa qilib o'ldiring. Hop, endi 30 ta temir kovlashingiz kerak full olma aslaha uchun. 30 ta yetib qoladi. Va 30 tani eritishni boshlang. Bitta ko'mir 8 ta resursni eritishga yetadi. Ma'lumot o'rnida aytib qo'yapman. Va ungacha temirlar eriguncha siz yana chuqurdagi olmoslarni qidirib turishingiz mumkin. Mana full temir ham bo'ldik. Endi olmosga harakat qilish kerak. Hop, endi mana shu olmoslarni qazib olasizlar. Va mana bu rudalarni ko'rib turganingizdek, topish oson bo'lish uchun chekkalari animatsiyali qilib qo'yilgan. Bu modam meni Telegram kanalimda bor. Unutmanglar, Telegram kanal har doim kommentariyada bo'ladi. Va mana o'tib modlarni ishlatishingiz mumkin. Oltinni ham juda ham ko'p olish kerak. Bir stak bo'lsa, bir stak oling. Chunki bu nezerga borganingizda kerak bo'ladi. Va anaqa aytmoqchi edimki, mana bu olmoslar qazganingizdan so'ng atrofini ham qazing, chunki atrofida ham yana olmos bo'lishi mumkin. Agar bitta g'orda ponni olmoslarni qazib bo'lgan bo'lsangiz, ertadan yana olmos qidirishga harakat qilmang, prosta u g'ordan chiqib boshqa g'or topishingiz kerak bo'ladi. Agar topa olmasangiz, iloji yo'q tashqariga chiqing. Tashqariga chiqqaningizdan so'ng yana bir katta g'or qidirishga harakat qiling. Va mana undagi shakar qamishlarni ham oling. Shakar qamishlar ham sehrlash stolini kuchaytirish uchun kerak bo'ladi. Kichkina tuynuklarni ham ko'zdan qochirmang, chunki kichkina tuynuklarda ham shunaqa katta g'orlar bo'lishi mumkin. Agar qora tosh ko'rinyaptimi, demak ancha chuqur g'or. Va mana shunday qilib sekin-astalik bilan tushib olish mumkin. Bo'lmasam o'zingiz faqiringiz yordamida suv quyib tushasiz. Agar siz shunaqa shaxtaga kelib, anaqa o'rgimchak to'rlari bilan o'ralgan joyda ko'rib qolsanglar, yaqinlashmanglar, chunki yerda virusli o'rgimchaklar bo'ladi. Full olmos qilish uchun bizga 24 ta olmos kerak. Lekin agar biz qilich va kirkani ham qo'shib olsak, 34 ta olmos kerak bo'ladi.
olmosli tapor yasamang. Chunki temirlisi ham yetadi. Chunki tapor Minecraft Bedrock Editionsda faqatgina yog'ochga ulashishga az qotadi. Shuning uchun temirlisi ham yog'ochga ulashga bo'laveradi. Va agar siz shunaqa ko'lli joyni topib olgan bo'lsangiz, albatta eshik yasang va suvni tagida ham olmoslar ko'p bo'ladi, o'shalarni olishga harakat qiling. Suv orqali nafas olish mumkin. To'g'ri, Bedrock Editionsda bu mumkin emas, lekin menda shunaqa mod borki, bu eshik orqali nafas olsa bo'ladi va bu moddan meni Telegram kanalimda bor. Mana shunaqa katta g'orlarda yurishga harakat qiling. Va endi olmos topib olganingizdan so'ng lavali ko'l topishingiz kerak. G'orda bu lavali ko'l unchalik ham muammo bo'lmaydi. Xo'p, shunday qilib, speedruncha portal qurishni o'rgataman. Xo'p, demak, mana bu yerga bitta blok qo'yish kerak, ana bu yerga va suv quyib, o'sha olgan bloklaringizni buzasiz va men ko'rsatgandek strukturani qurasiz. Mana bu yerga bitta blok va mana bu yerlarda olib tashlashimiz kerak. Agar siz Dreamni ko'rsangiz ham buni guvoh bo'lasiz. Agar siz tungi ko'rish modidan foydalanmayotgan bo'lsangiz, bu balobatda ekan bo'lsangiz, hattoki eng mashhur bo'lgan Dream ham 33 million obunachisi bor, Dream ham bu moddan foydalanadi. Va siz foydalansangiz nima qilibdi? Axir u eng mashhur YouTuber foydalanayotganda siz foydalanmasangiz bo'lmaydi. Xo'p, endi aytish esimdan chiqibdi, gravel bo'lsa bitta olinglar. Chunki graveldan mashinaqasiga nima deydi, chaqmoq tosh tushadi va o'shandan zajgalka yasab olishinglar mumkin. Endi ozgina obsidian qazib, sehrlash stolni yasaymiz. Sehrlash stolni birorta joyga, xalaqit bermaydigan joyga qo'yish kerak. Masalan, mana bu yerga. Keyin esa kitob yasash kerak. Kitobdan esa kitob jag'olari. Xo'p, kitob jag'olarini uni atrofiga qo'yamiz va u yaxshiroq sehr tushish ehtimoli ko'payadi. Va sekin-astalik bilan sehrlab olamiz. Iloji boricha kamroq sehrlashga harakat qiling, chunki kuchliroq sehrlar ko'p daraja oladi. Boshqa sehrlash buyumlaringizga yetmay qolishi mumkin. Masalan, bu yerda sharpness 1 ga sehrlaganingiz yaxshi. Eng birinchisida turibdi. Endi mana biz full olmosga to'xtanglar. Mana shuni yo'qotib olaylik. Zo'r videoga xalaqit beryapti. Meni tavsiyamga amal qilinglar. Okey, mana biz full olmosga erishdik. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga bay bay.